Obunachilar monitordan ko'rasizlar. Yonboshchasidan buraladigan. Nima ko'rsatibsizlar? To'g'ri, eski model. Endi bizning nozik aka-uka obunachilarimiz uchun 6 ga 128, 4 ga 64, 2 ga 32 bor. Yana eslatib o'tamiz. 2 ga 32si to'g'ri ichidan ishlashidan farq qilishi mumkin, lekin aksariyat monitor oladiganlar YouTube orqali ishlatadi. Hech kim ichiga narsa taylamaydi. 6 ga 128 bo'lishini sababi qotib ishlash jarayoni kamroq bo'ladi. Narxi o'shanga qarab qimmatroq bo'ladi. 3 xil modeldan ham sotuvga keldi. Akalar, radar qo'yib olinglar, antiradar qo'yinglar. Radarlar yomon bo'lib ketdi. 10 aklat tushsangiz bitta radar beryapti. 10 aklat tushib havoga sochorgandan ko'ra pulda, mana bu mashinachingiz bitta turgani yaxshiroq. Uyda pul uyga turgani yaxshiroq deyman-da. Boshqa narsalar ham ishlatib o'tiribsiz pulda. Hoji aka, kelib bitta qo'yib oling-da antiradardan. O'zi asli monitorda reklama. Bu boshqa olmaydi. Savol: diamondmi, diamondmi? Kommentga yozib ketasiz.